Buni qaranglar. Meni bo'yim barobar kichkina saralash uskunasi. Juda ham katta o'shani pektuslarni bilamiz. Urug'larni saralashda turli xil, ayniqsa o'sha qimmatroq bo'ladigan kichkina urug'larni, savz urug', piyoz urug'lar, balg'ar, tomat urug'larda saralashda ma'lum muammo bo'ladi. Juda ham kichkina va ixcham. Qancha litsi bo'ladi u? 1,5 ga 1,5 balandligi. Shunaqa joylarda uskunalar bor ekan. Mana bu yerda qo'yib qo'yishibdi bularda. Qanaqa holatda bo'lishligini, mana shunaqa holatlarda mana ko'ryapsiz. Bir necha etaplardan o'tkazib, oxirida mana shunaqa urug'larni olib kelib beradi. Olaylik mana piyoz urug'i qanaqa holatda bo'ladi va qanaqa holatga olib kelishi mumkin. Bu yerda yana undan keyingi uskunalari bor. Mabodo kimda mana shunaqa baboviylar deymiz, fasollar, mosh, lo'ya yoki makka jo'xori deylik, kichkina juda bahaybat bo'lmagan ixcham uskunalar savdo qiladigan korxonani topdik va takliflarni berib o'tamiz. Kontaktlarni qoldiramiz sizlarga. Ushbu korxona mana shu kontaktlar to'g'ridan-to'g'ri o'zlari bilan uchrashib, ma'lumotlar olishinglar, kerak bo'lsa mahsulotlardan sotib olib foydalanishinglar mumkin bo'ladi.